Assalomu alaykum, Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Ana bugun biz Farg'ona Toshloq tumani Mariqqa yem markaziga kelganmiz. Xulosa yem markazimiz lokatsiyasi katta yo'lni bo'yi. Bag'i Zarkindan tushganingizda katta yo'lni bo'yida bu taraf Andijon Bo'zdan o'rmon xo'jaligidan kirib kelishda katta yo'lni bo'yida. Mana turibmiz. Yemimiz zavoddan pryamoy narxda kelyapti. Optim narxlarda cheklanmagan miqdorda mana yem pirish akamiz o'zi yetkazib berar ekan. O'zbekiston bo'yicha 1 tonnadan ortiq olganlarga dastlabkasi bepul. Xo'lasa kunjaramiz narxi 7000 so'mdan. Kepaylarimiz 6 xil kepaylari bor ekan. Qanaqasidan zarur bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kepayimiz narxi 62000 so'mdan boshlanadi. Juda ham birinchi qo'l, optim narxlarda. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqishlar, xo'lasa yetkazib berishadi. Faqat bu yemxonamiz xonadon chorva boq ekan chullar emas aka. Misol sizlar yemxonalar ham bo'lsa, yemxonalarga ham optim narxlarda yetkazib beriladi. Silus ismi, don, kepay, yalama tuz, nimaiki granula hammasidan bor ekan. Kepaylarimiz bir 6 xildan ortig'i bor ekan. Mana granula, birinchi sort, ikkinchi sort unlar, mana kepaylarimizni ularni o'ta ham mayin holatda juda ham zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Un, bug'doy, granula hammasidan bor ekan. Mana granulalarimiz mana ular suvga yutib beradigan juda ham a'lo darajada. Mana chigit, birinchi sort, ikkinchi sort unlar, tuzlar, yog' hammasidan bor. Mana granulalarimiz, tuzlarimiz pachka-pachkada turibdi. Mana kunjaramiz zavoddan pryamoy yetib kelyapti. 7000 so'mdan yemxonalarga ham hammaga tarqatilaveradi. Kimga zarur bo'lsa yemxonalar deysizlarmi? Chorva boq ekanlar tonna olamiz deganlarga kerak bo'lsa mana shu bitta mashinasini ham uylarga olib borib yo yemxonalarga olib borib to'kib ishlarini bitkazib beramiz. Videoga bitta like bosib qo'yamiz va shu videoni chorva boq ekan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Sho'rxalar bor ekan, mana sho'rxa. Siluslarimiz. Mana siluslarimiz 18 kilolik, 20 kiloliklar bor ekan. Siluslarimiz narxi 13,5 so'mdan yetkazib berish ichida. Ulgurji narxlarda, optim narxlarda. Asha akamiz yem mahsulotlarini aytibdi, 1 tonnadan ortiq olganlarga O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bepul ichida. Ekranga raqam qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar, xohlasa yetkazib ishlarini juda ham chiroyli qilib, shu uydan chiqmasdan bitkazib berishadi. Faqat pulni xohlasalar kart orqali, xohlasalar plastik karta, xohlasalar naqd pul muammosi yo'q bag'aga. Mana kunjaramiz so'kilish jarayonlari mana zavoddan pryamoy kelyapti. Mana zavoddan pryamoy narxda kelyapti. Mashina xohlasalar ham mana shu mashinasi bilan ham uylarga borib to'kib berilaveradi. Mana granulamiz narxlarini bir qator sizlarga aytib o'tamiz. Sladkий ko'lim rossiyskiy qopi 230 ming so'mdan. Kiloga necha kilo bo'ladi? 40 kilo bo'lar ekan. 1 kilosi kalkulyatorga bo'lib 230 mingdan hisobga chiqarib olasizlar. Admiral, Afarayan deganlardan ham bor ekan, ularni jicha arzonroq chiqar ekan. Kepaylarimiz 6 xildan ortiq. Mana kepaylarimiz narxlarini bir qator aytib o'tamiz. 62 ming so'mdan boshlanib, ag'ir kepayda sifatiga qarab narxi o'zgaraveradi. Eng arzon kepaylarimiz 62 ming so'mdan boshlanadi. Ekranga raqamni qo'yib qo'yamiz. Xohlasa aloqaga chiqinglar, juda ham sifatli qilib ishlayni va tez bitkazib beriladi. Mana kepaylarimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, mana o'ta ham mayin holatda, un holatga kelib qolgan, uni ko'p juda ham. Mana sho'rxalarimiz bor ekan, sho'rxalarimiz ham juda ham sifatli, haligi nima toza, quruq, nam holatda emas. Ekranga raqam qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar, videoga bitta like bosib, shu videoni chorvador tanishlarga jo'natib qo'yamiz va optim yem oqtarib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalda mehmonlar podpiska tugmachasini bosib qo'yamiz.